Hoş geldiniz. Biz sizinki Türkiye'deki kılatkan faaliyetlerimizni ben bu köpçülük okşaş internetten, tor dünyasından kirep geldik. Siz Amerika 8 yıl kirememsiz. Bugün 8 yıl kirepsiz. Qanday bir tuyg'uda bo'lyapsiz endi? Endi ko'p rahmat Tahir inim. Endi bir shaxs bo'lish sifati bilan Amerikaga kirib kirmaslik men uchun hech bir ahamiyati yo'q. Ama bir Uyg'ur davogiri, bir Uyg'ur jangchisi yoki Uyg'urning bir xizmatkori bo'lish sifatim bilan Amerikaga kirmaslik mening xalqimning ovoziga, xalqimning milliy irodasiga ve Sharqiy Turkistonning mustaqillik hareketiga bir to'sqinchilik deb qaraydim. Bu sebepten bek meyuslandim. Nima uchun mening oldim to'sildi? Xitoy bizni dushman desa, Xitoy bizni Türkiye'ye şikayet kılıbassa, Xitoy her yerde aldığımızı tosavassa, biz milletimiz için fidakarlık kılbassak, milletimizni de bedel tölavassak, her xil hücumlarga, her xil suikastlarga uçravassak, bunda bir halette Amerika'daki bizge himaye kılıbatkan, biz dost deb bilibatkan bir devletke kiremezlikim beni absürslandırdı. Davayım için, milletim için, vatanim için bu doğruluk hakikaten kaygılandım. Lakin Allah Teala içivetse hiç kim tosanmaydı. Allah takıvetse hiç kim açamaydı. Ben bunu işlemem. Bugün Amerika siyasetçileri ya ki hükümeti eğer bizge Amerika'nın ki işkini açkan olsa ben 35 milyon halkım namının minnettarlığımı bildirmem ve teşekkür etmem. Çünkü Amerika bir cihangir devlet. Amerika demokrasiyanın ki, hak hukukun ki, adaletinin ki temsilcisi, mümessili de qarayman. Bundan boğandaki elbette bizden büyük girişimiz, bizden ortak düşmanımız olan Xitoy karta işbirlikimizden, güç birlikimizden ki ve kelgüsü Sharqiy Turkistonning takdiriga zich münasebetlik deb qarayman. Bence bunu keyin tarix yazdı. Belki bir yerde mübalağa qilishim mümkün ama ben ümit qilman ki Sharqiy Turkiston davasida bir siyasi burbulunuş, yaxshiga bir yo'linish başladı deb qarayman. Rahmat. Endi necha yillardan beri sizmi xabaringizda bor Uyg'ur siyosiy harakat sohasida biraz jiddiychilik muhit bor. Bu jiddiychilikninki nurg'un sabablari bor, ammo eng muhim sabablardan birisi bir kuzatuvchi bo'lish sifatim bilan desam, çünkü ben siyasi teşkilatga vakillik qilmayman. Kuzatuvchi bo'lish sifatim bilan desam, teşkilatlar ve liderlar arasidagi communication, o'zaro aloqaning yetersizligi. Endi siz Türkiye'deki bir Uyg'ur erkeklerinin Sharqiy Turkiston davasiningki muhim yetakchilardan birisi bo'lish sifatingiz bilan, shundoqla dunyodagi muhojiratdagi Uyg'ur erkeklarga muhim shaxslardan biri bo'lish sifatingiz bilan mushu o'xshamagan fikrlar, o'xshamagan tashkilotlar bilan aloqa qurish, do'stlik o'rnatish va dialog qurishda qanday bir fikrlarni, planlarni o'ylaysiz? Elbette biz her qanday bir teşkilatın sırt bir şahs, bir grup, bir cemaat Uygurga ve Uygur'un davasına hizmet kılman dese biz onu dostlar sifatida qaraymiz. Hiç qanday bir davagarni asla ve asla rakip yoki düşman yoki o biz için bir xatarlik deb qaramaymiz. Bizning birdan bir düşmanımız Xitoy komünist hakimiyeti ve vatanimizda qilayotgan shu irqiy qirg'inchilikninki musabbibi bo'lgan Xitoy hakimiyeti, Uyg'ur teşkilatları ve Uyg'ur davagarlari bizning do'stlarimiz, bizning sabdoshlarimiz, bizning qarindoshlarimiz deb qaraymiz. Lekin bu ko'z qarash bilan birga her bir siyasi rahbarninki, her bir siyasi yetakchininki, bir teşkilatninki o'xshashmagan uslubda, o'xshashmagan karakterde, o'xshashmagan siyasi nishoni ve yo'linishii bo'ladi. Bizning shaxsan bizningki Sharqiy Turkiston Milliy Meclisini qurishdagi maqsadimiz ve siyasetni ilib birishdagi uslubimizmi vatanimizning mustaqillikni qo'lga olmay turib hech qachon biz Xitoyninki yo'qotish obyektividan qutulolmaydiganligimizni, Xitoyning ilmiy kirisiga, Xitoyninki bu siyosiy suiqastlariga qurbon bo'lganligimizni bunu tunib yetkazga bizga mustaqillikdan boshqa bir yo'lninki alternativ bo'lmaganligini
birden bir çıkış yoluna müstakillik bo'lganligini ishonganligimiz uchun mushu shuar bilan chiqdik va bu to'g'riliqni nurg'un bedellar turdik. Albatta bu yo'l yalnız quruq shuar bilan emas, yalnız bu söz bilan emas, amaliyotda bu shunday bo'lishi kerak. Çünkü biz işimiz, bizden hem itikadımızda mı şu var, hem Allah'ın yaratkan kanunuydu mı şu var. Zakat verilgen mal halal buludu. Zakat verilgen mal halal kanda buludu. Bir malının ki 40'tın birisini siz zakat kadar arıyorsunuz, kalan 39%'ni halal buludu. Allah bize şunda buyurgan. Milletimiz bedel töreş arkalık, Xitay'ın kısas iliş arkalık vatanını azat kılalıysa, kurban biralıysa, kalanları biz için vatanını kolda saklap kalaydıgan, vatandaki kök bayrakını lebilde derleydigan, vatanını müstakil kalaydigan ruhunu bizge tiklep biraleydi. Ama başka siyasi sebdaşlarımız, başka davagerlerimiz, başka kırımdaşlarımız biz yumuşak kol bilen, yumuşak üslup bilen, demokrasiye bilen, insan hakları bilen, halkara vaziyet bilen biz siyaset edip barımız ise elbette ona hürmet kırımız. Sizde adli sual, uluğvar gep emas. Siz şu rozit münasebeti bilen Uyghur siyasi hareket sahasındaki qaysi şahslarga rozitiniz mübarek olsun deb baktınız. Şu iz baktınız telefonda. Mandaq bir narsa, bizninki alayidlikimiz, başkalarının alayidlikimiz, farklılıkımız yoki üstümüzdeki mesuliyet başka cemiyetlerden farklılığında qanday desiniz? Bizning Qayseriyda burun kelgan Uyg'urlar, keyin kelgan Uyg'urlar va o'ttirda arliqda kelgan Uyg'urlar bo'lib, taqriban 3-4 ming Uyg'ur bor. Biz bu Uyg'urlarninki hammasininki hit ayamdan tartib, ularninki dard alamlari, yaxshi yomonlari hammasiga mas'ul deb qaraymiz. Yetninki birinci günü yet namazı okup biz perdege çıktık Tahir. 3 gün yet aramanmay. Belki özümüzdeki balıvakılarımız bilen, ailemiz bilen, atanımız bilen yetlaşmayı durup bütün cemaatini yet okuduk. Yani gapni mübalak kılmay belki bir Rabia Hanım'a, Uygurlarınki anısı boğaçka, Uygur milletininki anısı süpütüde Rabia Hanım'a telefon kılıp birinci günü yetinin mübarek dedim, şuna oldu mu hanım? Başka hiç kimge ben telefon kılıp eğitiniz mübarek olsun digili fırsat olmadı. Bu eğer kemçilik olsa afı kuruşunu sorayım ama eğitimden 3. güne Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da bizden ciddiyetçilikimiz ve Uygur'unki Şarkı Türkistan'daki örf adetleri boyunca bütün Uygur'un öğüne hiç günü peyat okuyduğun, ölen eğitim boğan öğüde biz dua tekbir eğitiduğun cemaatinin hemmisini yakşı yaman qattiq quruq, yakın, yiroq demay hammasi payt o'qidan shu qashqa biz vaqt ajratmadik, telefonligimi qarayanmadik, mesajligimi qarayanmadik. Shuning uchun biz yetishamagan kishilar bizni xafa bo'lsin, telefonga javob berolmaganlar bizni xafa bo'lsin deb ulardan o'zir aytdim, balki sizni ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun qolgan siyosiy sabdoshlarimiz agar bizga telefon qilmadi, bizning aytdimizni tabriklamadi deb xafa bo'lgan bo'lsa, ularni to'g'ri tushunishni umid qilaman. Rahmet. Çünkü ben bu xil suallarni birinciden kesbimiz biraz siyasetçileri hem ahbaratçılık alakalı olarak yani bu degan so'rashim mumkin davomli. Mushu xil tikanlik savolni endi davomli. Çünkü ben bu yerga sizni maqta qilib chiqmadim. İkincisi biz bu orqali ilgirlashni, ishlarninki rivojini, kishilarninki bizga o'xshab bo'lgan so'ringa kelmagan nurg'un qarindoshlarimiz bor. Benim bilişimce, ularning bazıları xabar topmadı, yani bazıları vaqti chiqmay kelmadi, yani bazıları u yerga basaq, xususan mana kelgan bir uchurda men samimiy bo'g'ash davatman. Bu so'ringa berib, Situm Türk'ninki yig'inga qatnashishning o'zi bir siyosiy signal, siyosiy uchur berganlik, siyosiy meta ifodalaganlik dedi mana xilala pishqan bir ziyoli meni akab qo'yib ketib qoldi. Endi men bu Uyg'ur bo'g'achqa bayatin bizdeki dostumuz Quzat efendim, Rabia Qadir Hanım, Sitkam degan o'xshash bugungi sorunga hammamiz bir Uyg'urninki siyosiy sohasida harakat qilayotgan samimiy bir inqilobchini Amerikaga 8 yil kelmagandan kelganligiga bir olqishlash, xursandligimizni ifodalash uchun keldik. Bu nayt oddiy va samimiy bo'lgan bir durustlik, bir maydoni. Bu nuqtani olgan chog'da men doim o'ylaydigan bir masala köpünçe teşkilatlar, köpünçe şahslar arasında pek çok ideolojik fark yok ameliyatda. Gayet zor
seninki osmondek, meningki yerdek to'g'ri xato deydigan bir cho'ng narsalar yo'q. Ammo o'tirdagi munosabat sababidan u farqlar tixim yo'qolib ketib qolgan ahvollar bor. Meni taklif nuqtasini aytgan chog'da siz ham diplomatiyaga men ko'rsam, mening his qilishimcha siz nurg'un siyosatchilarimizni aktiv yaxshi qilgansiz diplomatiyani. Bu meniki taklifim bo'lsa Uyg'urlardan bo'lgan diplomatiyadimi, texmo bo'lgansa aktiv ve aloqa bo'lib tursangiz, hech bo'lmasa sizni vasitib turib, degan nurg'un o'xshamagan fikr qilishlar jam bo'lib turmush so'ringlar. Ya'ni siz yana vasitib bo'ladi, nurg'un o'xshamagan kishilarningki o'sha ishga sabab bo'lib qolsangiz, texim yaxshi bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Qanday deb qarindoshlar? Üçüncü sualim hamda biz baribir bugun o'tirgan qirnashlarimiz hammasi vatanning, millatning g'amini deb keldik bu yerga. Bu yerda pek shaxsiy paranlarni qilolmaymiz. Masalan, sitkamdan necha pulingiz bor so'ramayman. Bankimda qancha pulingiz bor so'ramayman. Mening qiziqligim hozir. Sitkam 2018-yili Sit Turk Efendi Fransiyada Sharqiy Turkiston Milliy Majlisini qurgan. Mening savolim shuki, Sharqiy Turkiston Milliy Majlisi qurilg'ili 4 yil bo'ldi. Bu 4 yil jarayonida qanday amaliy ish qildi millat uchun? Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim, Sharqiy Turkiston Milliy Majlisining kasbiy tarbiyalangan, yoza oladigan, so'zlay oladigan, diplomatiya ilib bora oladigan, ommaviy munosabat qila oladigan qancha xizmatchisi bor? Amaliy ish qila oladigan qancha xizmatchisi bor? Rahmat. Birincisi, yuqorida ben qisqacha izah ettim. Sharqiy Turkiston davosınınki ve xalqimizdan taqozosi bilan o'xshashmagan bir uslubda bir siyosiy harakatdan başlaşı kerak ekanligini bunu ko'rib 2018-yili 10-oyning 1-kuni Xitoy bizni bilib olgan kuni Fransiyaning poytaxti Parisda Sharqiy Turkiston Milliy Majlisini qurdik. Rabiya xonim bo'lsin, boshqa siyosiy partiyalarning rahbarlari bo'lsin, takriban 200dek vakil qatnashdi. 15 teşkilat, 20 devletin kelgan mimanlar oldu. 15 teşkilat battı. 200'dek vekil katlaştı. Biz bir yerde, benim bir sözüm battı bu yığında. Sharqiy Turkiston Milliy Meclisi'ni biz bir yerde kurup çıktık. Enge aldık. Enge iliniş bilen birge, bu bir NGO, yani bir teşkilat süpüsü demez. Bu Fransiya hükümetinin, Fransiya devletinin ki tasdiqi bilen bir milli meclis süpütüde engelindi. Bunu inşallah vakti kelgende bunun resmiyetlerini sizlerle göstereyim ben. Yani bir teşkilat emez bu. Resmi Sharqiy Turkiston Milliy Meclisi süpütü bilen kuruldu. Biz ulug'vor bir g'oya bilen, hakikaten yaxshi niyat ve samimiyat bilen bunu kurduk. Lekin sizler bilisizler, Türkiye'de 2015-2016'dan tartib bu Xitoyning lagerlari, Uyg'urga qilayotgan qirg'inchiliklari bu siyosatga qarata aniq bir ifoda bildirilmagan. Biz 2018-yili bu Parisdagi qurgan majlisdan keyin Turkiyada 1 yil faoliyat olib bordik. Türk xalqini qo'zg'aymiz, Türk siyosatchilarini qo'zg'aymiz, Türk millatini qo'zg'ash orqali Türkiye Xitoyga inkas qaytaradigan bir vaziyatni shakllantiramiz dedik. Bizning tashkiliy qurilmamizni bu meclisde kurduk, lekin bununki rehberlik heyeti, bununki kadrosu, bunu hazır ilan kılmayımız, bunu biraz vakit getirdik. Çünkü ben bilemem ki bununla bir kısım amiller, tosalgılar, bir kısım bizden aldığımızda selbi tesirler buluttu. Del digendek bir yıl Türkiye'de siyasetini, matbuatını ve halkaranı kozgaydıgan faaliyet edip bağlık. Nurgun 50'dek vilayette biz namayiş, matbuat yığını, her xil siyasi faaliyet edip bağlık ve Türkiye'de yaxşı bir vaziyet şekillendi. 2019 yılı Türkiye devleti Xitoy Sharqiy Turkistonda 1 milyondan artıq Uyg'urni kampda, lagerda, turmada tan jazosiga tutyapti. Birleşmiş Milletler'nin bergan raporu bu şu. Abdurahimning o'lganligi xabari kelyapti. Hayotmi emasmi? Bununla Xitoy cevap bersin deb bir inkas qaytardi. 1 yillik faoliyatning natijasida bo'lgan ish bu. Bunu biz qildik demaymiz, lekin vaziyat şu anda. Çünkü Türkiye'de Xitoyga qarata bir sukut battı. Kim Türkiye'de bu bir kısım inkaslar bo'ldi, lekin 2019-yılı Xitoyning virüsü yalnız Xitoyda emas, Türkiye başta bütün dünyada evcik aldı. 2 yıl bizdeki siyasi faaliyet, ictimai faaliyet, bir yerga yig'ilish, hiçbir hareketimizdeki
mümkün bo'lmaganligini ko'rdik. 2 yil shundan ketdi. 2021 bu yilda virus paslayotdi, virus normallashyotdi. İnşallah biz muşu qurgan Sharq Turkiston Milliy Meclisini biz bilmaymiz, belki Amerika'da 2. növbetlik Sharq Turkiston Milliy Meclisini bütün halkımızı, bütün teşkilatlarımızı biz mening adımım, mening tarafdarım ya ki bana avaz berdigan kişiler demey. Meclisni şunda çakırgan biz. Kurultayga, ma'rif jamiyatiga, sürgün hükümetke, hammasiga o'xshash chaqiriq bilan men Uyg'ur degan hain munofiq bo'lmagan har qanday bir Uyg'ur Sharq Turkiston Milliy Meclisininki yig'iniga qatnasha oladi, ovoz bera oladi, o'zini ham raislikka nomzod ko'rsatadi degan ochiq bir taklifnoma qilgan. Allah buyursa, yani belki biz Sharq Turkiston Milliy Meclisininki rahbarlik heyetini nizomnomasini birga ko'zdan kechirib, uni reviziya qildigan, o'ngshaydigan ishni ko'zdan kechirib, yeni bir strategiyani o'tirib qo'yishimiz kerak. Belki bunun mümkünçülüğü bo'lishi mumkin. Çünkü dünyadaki vaziyat, xalqaradagi vaziyat tez o'zgarayotdi. Hozir Orus 2 kunda Kievni, bir haftada Ukrainani fath qilaman deb kirib, 65-70 kunda xuddi 30 yil avval Sovet ittifoqi qanday vayron bo'lgan bo'lsa, Rusya Federasyonu hozir yimrash, balki Rusya Federasyonuniki parchalanish davrini biz ko'rdigandek bir siyosiy vaziyat shakllanyapti. Endi bu ahvol ustida Xitoyninki 60 gün ben Orus'u qo'llamayman, ben Orus'un aqısı yok, Orus xato qildi deb turib, en ahir 2-3 hafta evvel Brüksel'de NATO Tashqi ishlar ministrligininki zirvesinde, yani uchrashuvda Yaponiya, Koreya, Yangi Zelanda, Avstraliya Tashqi ishlar ministrligininki taklif qilinishi, bular NATO'ninki a'zosi emas. Bularninki bir o'rtaq nuqtasi Xitoyga chegaradosh. NATO 1 yil evvel Trump'ninki Tashqi ishlar ministri Pompeo Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ga bir narsa deganda esingizda bo'lishi mumkin balki. NATO bundinki Xitoyninki bu jahongorligiga, Xitoyninki bu zo'ravonligiga tadbir oldigan bir siyosiy ustunlikni o'tirib qo'yib, bizga rahbarlik qilish kerak degan bir shuarni to'lg'an. Hamda hozir 1 yil o'tmay turib NATO'ninki yig'inida Xitoyga chegaralash davlatlar kelyapti. Bundan bir hafta keyin Amerikaning 6 kongress a'zosi Tayvanga borib, Tayvanda Xitoyga qattiq badal to'latamiz degan bir bayonotni berdi. Bundan xabaringiz bormi? Tayvanda bo'lgan gap. Buning sababi nima deganda, Xitoyninki Orusga qurol yarog berganligi, bir qism boykotlarni Xitoyning buni amaldan qoldirganligi, maxfiy Orusga yordam berganligi pash bo'lganligi Amerika Xitoyga qattiq badal to'latamiz dedi. O'xshash kun Xitoyninki bayonotchisi biz Orus bilan hech qanday bir bizninki meselemiz yok. Biz ahirgacha stratejik do'st o'rnatamiz. Orusning aqishni biz bor degan bayonotni berdi. Demak, xalqaro siyoset bak tiz o'zgarayotdi. Shuni demoqchiman. Bizning Sharq Turkiston masalasimi? NGO, kishilik huquq, demokrasiya, bu degan siyoset bilan ish ilib berish albatta lozim. Lekin vaziyatning, xalqaro siyosatning bizga qanchalik tez vaqtda yeni fursatlar akildiganligini o'ylash kerak. Agar bizga Alloh taolo bir nusrat berib, Xitoyga bir baloyi afat berib qolsa, Xitoy parchalanib qolsa, biz to'xtab turib Xitoy 5 yil tayyorlik qilib oldik yoki 2 yil, ya'ni biz to'xtab turib deydiganga biz ulgurmaymiz. Shuning uchun Sharq Turkiston Milliy Meclisi Xitoydan Sharq Turkistonni ozod qiladigan mustaqillikqa har xil tayyorlikni jakarlaydigan bir siyosiy organ. İnşallah bunun xizmatlarini haqqasini bilan xalqimiz bilan birga o'rtoqlashamiz. İnşallah. Nasip qilsin.